Farzandlaringizni ismlarini go'zal qo'ying. Bir narsa bor bugun. Oxirgi zamonda hammaning ismi juda chiroyli. Muhammad Amin, Muhammad Yusuf, Abdurrahman, Abdurrahim ismlar chiroyli. U ismlarga loyiq bo'lish kerak. Yana bir narsa bor. U ismni oldidan hoji degan ism bo'lsa, qori degan ism bo'lsa qanday go'zal. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Sizlar qiyomat kunida o'zingiz va otalaringizning ismi bilan chaqirilasiz. Shuning uchun farzandlaringizga go'zal ism qo'ying dedilar. Farzandlarimizga go'zal ism qo'yaylik, haqqoniy ravishda. U ism haqqoniy ravishda o'zlariga mujassam bo'lsin. Nomiga qori, nomiga hoji, nomiga Muhammad Yusuf, Muhammad Yunus nomiga bo'lmasin. Ya'ni ismiga monand loyiq bo'lgan darajada tarbiyali, odobli, salohiyatli bo'lsin. Alloh taolo shunga bandaga yaxshilik beradi.